Yana bir bor hurmatli gapimiz davomi sifatida startaplar haqida ozroq qo'shimcha yana ma'lumot berib o'tib ketmoqchiman. Menimcha hammaga shu qiziq bo'ladi startaplar. Chunki hozir qaysidir ma'noda dolzarb tema bo'lyapti. Boya aytganimdek, hamma bahon qo'yapti. Startapsiz hayot yo'q. Xullas, startap ahamiyat berish kerak bo'lgan narsalar nima? Startap bilamizki, bu g'oyadan boshlanadi. G'oya nimadan kelib chiqadi? Muammodan kelib chiqadi. Muammo va yechimdan kelib chiqadi deylik. Va o'sha muammo bilan yechimning birlashuvi g'oya bo'lib, o'sha g'oyani startap deb ataymiz. Uni keyin yozma ko'rinishda yoki o'sha aytaylik biznes plan ko'rinishda olamizmi? Yo'lga qo'yilyapti deylik. O'tda qaysi jihatlarga e'tibor berishimiz kerak? E'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa bu investitsiya tortish. Birinchisi aytaylik, investitsiyani kimdan olmoqchimiz? Ko'plar o'ylaydiki, srazi pul investordan pul olsam, boshqa qilsam, yo'q. Biza pul olayotganda shunday narsaki, qaranglar, partnyor, investor bu xotindan ham yaqin insonda, qo'pol qo'yayotganda. U bilan ajrashish yoki u bilan kelishib bitta qayiqda suzish kerak bo'ladi-da. O'shani hisobiga kuchli investor tanlash kerak. Kuchli deganda u puli ko'p bo'lishi ham shart emas. Sizga yetarlicha berdimi va undan nima yana ola olasiz? Proyektingiz yaxshi yurishi uchun nima ola olasiz? Bu bir pul bo'lishi mumkin. Ikki, bu uni bilimi bo'lishi mumkin. Uch, bu bo'lishi mumkin, uni okrujeniyasi bo'lishi mumkin. Shunga o'xshagan omillar. Keyin yana bitta narsa, как investor sifatida aytaylik, dolya biznesiga kirishi, investitsion portfelga kirishi har doim ham pul bilan bo'lishi shart emas. Har doim ham pul bilan bo'lishi shart emas. Misol uchun men hozirda bitta startap haqida o'ylab yuribman. O'sha startapga men bir ikkita odamlarni taklif bilan chiqyapman. Aytayapman, men pulni kimdan qayerdan olishni bilaman. Menga misol uchun n% beraman. Misol 1%, 2% beraman. Menga qo'shinlaring, menga vaqtlaringizni ajratlaring, menga bilimlaringizni berlaring. Chunki bu mana bu yo'nalishda ishlaydi. Bunga siz mutaxassislar. Yordam beringlar deyman. Bu yerda men komandamni tajribasi boshqa narsasidan tashqari bu yerda boshqa omillar bor. Misol uchun yuridik bo'lishi mumkin, undan tashqari o'sha kuchli finansiy bo'lishi mumkin yoki o'sha yana bitta odamning aytaylik okrujeniyasi. Ya'ni u proyektim tayyor bo'lganidan keyin men o'sha okrujeniyaga sotish imkoniyatim bo'ladi, o'sha odamdan foydalangan holatda. Mana asosiysi o'sha startaper o'ylash kerak bo'lgan narsa. Eng muhim narsa startaplarda sal hozir g'alati tendensiya ketyapti. Yoshlar bo'lish shart emas. Chunki adashmasam, qayerdadir ko'rib o'qidim. O'zimizning ustozim aytganlaridek, Amerikalarda, misol uchun Yevropa hamda Amerikada ko'proq startaplar chiqadi. O'rtacha startaper yoshi 45 yosh. Nimaga 45 yosh? Sababi u odamda tajriba yetilib kelganda, o'sha tajriba nima beradi deydigan bo'lsangiz, tajriba aytaylik, ko'p muammolarni ko'rgan va o'sha muammolarga nisbatan yechim bera olgani uchun, bittada markazga urgani uchun-da. O'shani hisobiga, markazga urib, qanaqadir etapga chiqqani uchun. Hattoki OpenAI asoschisi ham juda ham ko'p startaplar qilib, yaqinda Oskar Hartman aytib chiqdilar. 7% mi teng ekanda uning uspexi. Ya'ni shunchalik ko'p startap qilgan, shundan faqat o'sha 7% aytaylik uspeshniy bo'lgan. Tushunasizlar? Shunga men aytmoqchimanki, bu bilan yosh bo'lish shart emas demoqchiman. Bu yoshlar, misol uchun men ham yoshman, ko'proq dunyo qarashimizni kengaytirishimiz kerak, bilim, ilm olishimiz kerak. Hech qachon men bilaman, ana qilaman degan narsa yaramaydi. Undan tashqari bir ikkita startaplarni ko'rdim.
ko'ryapman, qiziqaman, nima desam bo'lar ekan. Startaplarni zo'r investitsiya ko'tarishi hamda rivojlanib ketishi, investorlar qiziqishiga eng katta sabab bu aytaylik anaqa bozori katta bo'lishi. Bozori katta bo'lishi, hattoki TBC ham startap. TBC bank ham startap hisoblanadi. Adashmasam ular kompaniya o'rniga chiqdi. Ha, startaplarda keyin etap bo'ladi aytgancha. Startaplar qaysidir etapdan keyin o'sha kompaniyaga chiqishadi. Shunaqa o'zini darajalari bor, misol uchun. Вот. Nima demoqchiman? Ya'ni bu yerda bozor qancha egallay olasiz? Misol uchun bitta startap ko'rdim. Bitta qizda ancha bo'lib qoldi. Akmal aka Fayziyev bilan nimada o'tkazdilar, ochuv nima deydi, miting qildilar. O'shanda ko'plar qiziqqanlar kirib ko'rdi. Ancha menimcha 1 yillar bo'lib qoldi adashmasam. Xullas, o'sha qiz pitch qo'ydilar, ingliz tilida zo'r, eng qizig'i o'sha kimga pitch qo'yasiz va atrofdagilar kim va ular kim tushunishi kerak, kim eshitishi kerak. O'shani ham e'tiborga olaylik. Biza startaperimizmi, biza prodajnik bo'lishimiz kerak, eng avvalambor. Zo'r sotuvchi bo'lishimiz kerak. Biz o'zimizni sota olishimiz kerak. Biza shu proyektga ishonishimiz kerak. O'shanda u qizimizni pitch qo'ydilar. Eng qizig'i ingliz tilida, bitta ham inglizi yo'q. To'g'ri, ingliz tilini tushunadigan, boshqa qiladigan bor. Men ham qisman tushunaman, 100% emas, lekin bu bitta omil. Ikkinchi omiliga keladigan bo'lsak, faqat o'sha universitetda talabalarni ishini qanaqadir yengillashtirish, nima qilishni o'ylayaptilar, lekin bu narsadan ko'rib chiqqan holda men nimani tushundimki, bozor juda ham kichkina-ku degan narsada, to'g'ri talabalar bor, yo'q emas, misol. Lekin qanchasi misol uchun udalyonkada o'qiydi, boshqada o'qiydi. Bu qilib berayotgan narsasi, endi aytmayman aynan qanaqaligini, qanchalik yechim bo'ladi degan narsada o'ylab qoldim. Agar bu menga yoqardi, zo'r proyekt bo'lardi, agar investor bo'lsam, misol искусственный intellektda ishlaydigan deylikmi, platforma udalyonni o'qiydiganlarga, o'sha masofadan turib o'qiydiganlarga etap-etap ekzamen topshirish va o'sha ekzamenlarni javoblarni olish va insho, misol uchun nimadir topshirdi, kurs ishi, boshqa narsa, o'shani sistemada tekshirib chiqadi va sun'iy intellekt yozganmi yo'qmi o'shani aniqlashtirib chiqadi. Qanchalik to'g'ri, noto'g'ri, bir so'z bilan aytganda, byurokratiyani oldini olib, professorlarning ishini yengillashtirgan holda faqat o'sha o'qur ta'limga, ilmga berilishini o'sha ochiqlanadigan bo'lsa, u qiziq tema. Lekin unda ham asosiy buyerlar, покупательlarimiz kim bo'ladi? Albatta universitetlar bo'ladi. Universitetlar sonini hisoblash kerak, uni global qilish kerak, ya'ni olib chiqqanda ham qanaqa olib chiqish kerak. Misol aytmaslik kerak. Endi bu mening shaxsiy o'zim fikrim hamda tajribam. Biz mana O'zbekistonda qilamiz, yo'q, biz butun dunyoda qilamiz. Birinchi etap ma'lum bo'ladi, ikkinchi etap ma'lum bo'ladi. 3 ma'lum bo'ladi. Nimaga asosan? Shunga asosan. Deb yuritilsa, ancha maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'p, o'zimni investitsiya bo'yicha qiziqarli tajribamni aytib beraman. Вообще прикольно. Kulasizlar. Xo'p. Meni kompaniyamda investor yo'q. O'zini-o'zi investitsiya qiladigan kompaniya hisoblanaman. Investor kelajakda olamiz albatta. Lekin misol bitta proyektimda pitchdek qilganimda, o'shanda investorlarga qarab aytganman, bu men uchun tajriba, lekin sizlardan investor ko'rmayapman. Nimaga? Sababi investor bilan gaplashganimizda investor puli bor, tushunasiz, puli bor. Lekin meni biznes modelimni tushunmayapti. Meni sohamdan xabari yo'q. Bu xabar, qanaqa xabar deydigan bo'lsangiz, ikkalangiz o'rtangizda tushunmovchilik bo'ladi. Kelishmovchilik bo'ladi. Agar sizni misol uchun fikrlashingiz tushunmasa, siz uni fikrlashini yaxshi tushunmasangiz, o'rtada juda ham katta urush janjal bo'ladi. Bu aytganimdek, partnyor bu anaqa er xotindan ham yaqin bo'lgan hisoblanadi-da.
o'shanga iloji boricha fikrlar bir-birini to'ldiruvchi bo'lishi kerak. Bitta fikrlaydigan ham bo'lmaydi, bir-birini to'ldiruvchi bo'lishi kerak. O'sha qaysidir tomonni yopib beradigan, misol uchun siz aytaylik strategik fikrlaydigan bo'lsangiz, u odam o'sha strategik fikrlashingizni aytaylik qog'ozda tushirib bera olishi mumkin yoki o'shani qanaqa borishi yo'lni milestone-larni qilib bera olishi mumkin, yoki yo'l xaritalarini qilib bera olishi mumkin, yordam bera olishi mumkin. Ya'ni bir-biringizni to'ldirib olasiz, oddiy so'z bilan aytganda. Ya'ni u investor pul berdi, bo'ldi, surdi emas. Uni ham o'ziga yarasha kelishuvlari, boshqa narsasi bo'ladi. Va shunda men aytdim, "Yo'q, sizlardan pul olmayman." Nimaga? Chunki biz bir-birimizni tushunmaymiz. Shunga o'xshash narsa. Xo'p, keyingi narsa investor o'zimni kompaniya o'rniga kirmoqchi bo'lgan. Bizning asosiy mana yo'nalishim bu razrabotka, zakazga ishlaymiz. Tadbirkorlarga qaysidir darajaga chiqqanga deylik, o'sha oylik to'lov, o'sha LTV boya aytganimdek oylik to'lovli programmalardan qochib, o'sha kompaniya o'syapti, rivojlanyapti, lekin narigi kompaniya ham produktini bergan, u startap bo'lishi mumkin, boshqa u IT produktini bergan, lekin IT produkt shunaqa bo'ladiki, butun bozorga chiqqani. U universal platforma bo'ladi. U iloji boricha hammaga to'g'ri kelishi kerak, lekin bitta biznes uni 100% ishlata olmaydi. Nimaga? Chunki organizm har bitta odamniki har xil-ku. Xuddi shunaqa. Bu yerda ham misol uchun ishlatish mumkin 50%, 40%, 60%, 70% ni ishlatar, lekin men ko'rmaganman shaxsiy tajribamda 90-100% ishlatib tashlashganini ko'rmaganman, ochig'i. Вот, aytaylik, maksimum 80% ishlatdi deylik. O'sha bu yog'iga 80% dan keyin boshqa o'ringa chiqib o'sish kerak bo'lyapti. Shunda narga tomon ham ko'rib chiqadi, aytadi, "Yo'q, buni qilib bera olmaymiz" deyishi mumkin. Bu holat 95% holatda bo'ladi. Nimaga deydigan bo'lsangiz, chunki bu hammaga mo'ljallangan, siz o'sha boshqalarni proseslarni buzib yuboradi degan narsani qo'yib beradi. Biznes esa shablonli emas, o'zgaruvchan, kunma-kun o'zgaryapti. Kecha bo'layotgan voqealar, bugun bo'layotgan voqealar hamma narsani o'zgartirib tashlayapti. Keyin shundan kelib chiqqan holda o'sha endi o'ringa chiqqan katta bo'lgan korxonalar o'zini softini yozdiradi. Endi biz CRM ERP haqida gapiryapmiz, yozdiradi va o'shanga biz yechim qilib beramiz bitta so'z bilan. Keyin yaxshi o'sha investitsiya ko'targan startap, yaxshi kompaniyalar o'sha kuchli nima desam bo'lar ekan, arxitekturaga ega bo'lgan produkt ko'tarish kerak bo'ladi, o'shalarda yordam beramiz. Xo'p, bir so'z bilan aytganda, bu aytganimdek, buyurtma asosida ishlaymiz. Shunda menda razrabochka komandalarim bor, ular bilan ishlayman, hamda menga investor keldi. Investor aytibdi, "Kamol, xo'p, senda $10,000 ekan, ustav kapitalni deyapti. Xo'p, to'g'rimi? Вот, $10,000 bo'ladigan bo'lsa, men shunga sizlarga investor bo'lib kirmoqchiman. Klassik investor bo'lib kirmoqchi." Xo'p, investorlarga ikkiga bo'linadi. Venture investorlar ikkiga emas, bir nechta turga bo'linadi. Business angellar bor, venturelar bor, keyin klassik, misol uchun, investorlar bor. Business angellarga keladigan bo'lsak, venturega o'xshaydi, ya'ni o'sha sizga hech kim ishonmaganda, venture fondlar nimalar sizni yaqinlashtirmaganda, o'sha odam sizga pul tikadi, u odam biladiki, misol pulni yo'qotishi mumkin, lekin sizga rozi bo'ladi yo'qotishiga, tushunasiz. O'sha business angel deyiladi. Lekin sizga har qanaqasiga yordam beradi, boya aytganimdek, bilim bo'ladimi, ilm bo'ladimi, networking bo'ladimi, ya'ni okrujeniyasdagi odamlar bo'ladimi, yordam beradi. Nimaga? Rivojlanib, sizga misol 100 so'm bergan bo'lsa, ertaga 1000 so'm chiqarib ketish uchun. Ikkinchisi venture fond. Bular fondlar misol ko'plab tadbirkorlarni pulini aylantirishadi, bir so'z bilan aytganda, jay daraja qilib gapirganda, pul tikishadi, juda ham ko'p vaqt oladi. Va KPI'dan KPI'lar qo'yishadi, bir narsalar qilishadi. Lekin bu O'zbekistonda va shunga o'xshagan davlatlarda. Boshqa bir ikkita misol uchun ko'p atkazlar olaman, juda ham ko'p atkaz olaman. 45 tacha adashmasam, anaqaga har doim yozaman, bilim almashaman, venture fondlar bor. Xatolarim ustida ishlayman. Ular
nima qiladi deydigan bo'lsangiz, KPI'lar qo'yadi. Boshqalar qiladi, shu ko'p vaqt olib qo'yadi. Keyin uchinchisi klassik investor, oddiy. Misol uchun bir so'm berdim, shuni 1.20 qilib qaytarasan deydi. Endi u yerda nima desam bo'lar ekan? Eng qiziq narsasi bo'ladigan ish nima, pul beryapman deydi. Xo'p, men do'li ham sotyapman. Do'li ham sotyapman. Klassik investor qanaqa o'ylaydi? Men pul berdim, bo'ldi, o'sha pulni oladi, rivojlantiradi, menga keyin soqqani sog'ib yotadi deydi. Keyin men aytayapman, to'xta. Men u pul meniki-ku, chunki men do'li ham sotyapman, to'g'rimi? Xo'p, do'li ham sotyapsan. Pulni sen keyin biznesga tiqishing kerak edi, men aytayapman, yo'q. Men biznesga tiqmayman. Men nima qilaman tiqib? Men o'zim do'li ham sotdim. Biznes qanaqa ishlayotgan bo'lsa ishlayapti deyapman. Shunaqa yo'lda turibman. U aytayapti, yo'q, sen hamma pulni tiqishing kerak deyapti. Men hamma pulni tiqib, men ham shu pulga javobgar ham bo'lishim kerakmisam? Ha deyapti. Ayrim investorlar, kстати, pul so'raganingizda anaqa ham so'raydi. Klassik investorlar. Misol uchun mol-mulk so'raydi, boshqa so'raydi, bir ikkita narsa bosh og'rig'i ko'p. Даже bittasi bilan gaplashganimda men aytganman, eshit meni deganman. Men seni yoningga kelmadim, sen meni yonimga kelding va aytayotsanki, misol mol-mulkingni qo'yasan, mana bunaqa kelishuv bo'ladi. Undan ko'ra bankdan men kredit olib qo'ya qolay, o'zim pulim bo'ladi, bank shuni tashab beradi. Xohlaganimcha ishlataman, reinvest qilaman va xohlagan vaqtimda yopib yuboraman. To'lab. Menga bu juda ham arzonga tushadi. Nimaga? Chunki seni yo'qotish menga keyinchalik qiyin, uni esa bittada to'lab olishim mumkin. Keyin investor olganingizda investor bilan kelishishingiz mumkin. Investorga aytishingiz mumkin, qara, misol pul tikilyapti, pul tikildi, o'sha pul oqlanguncha foydadan 70% ni beraman. Pul уже TBUga chiqdik, 0 yopildi, aytdik. TBU endi sal aniq qo'rdim. TBU bu уже точка безубыточность, kompaniyani o'sha 0 ga chiqishi. Men aytmoqchimanki, 0 qarzdamiz, ya'ni qarzimiz qolmadi va o'shandan keyin 1 yil yoki 2 yil uzoq men bilan ishlaysan, keyin avtomatik qog'ozda agar uchrashishlik kiritgan bo'lsangiz, asoschi, ta'sischi qilib kiritib qo'ygan bo'lsangiz, do'lada chiqib ketasan degan kelishuvlarni notarial tartibda iloji boricha qilib olishingiz kerak bo'ladi. Chunki u itazob bo'ladi. U kompaniya keyin rivojlangandan keyin ko'plarning muammosi bo'lgan shu narsa. Chiqisi kelmaydi, endi summa so'raydi. Bu narsa hattoki tarixda bor. Mark Zuckerberg bilan Facebook asoschisi, eslaringizdan kinosi bor. O'shanda oynasi, men senga pul berganman, mana kelishuv deydi. Mana bu yerda yosh bo'lsa ham Harvard o'quvchilarini juda ham katta aqliy falsafasi, ular hamma narsani kelishuv asosida qilishadi. Kelishuv esa nimagadir asoslangan bo'ladi. Qog'ozda, boshqa xullas isbotlovchi materiallar bo'ladi. U lavz, uka, tog'a, u yo'q. Xo'p, shunaqa bo'ladi. Shuni tartiblari bor, shunga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Xo'p, startaplar keyin jaydaricha qilib tushuntiraman. Startaplarga qiziqib yurgan odamlar bo'lsa, qarasam, meni ham kuzatadigan odamlar bor ekan, mingtadan sal ko'proq bo'lsa ham xursandman. Kimgadir foydali bo'ladi degan umiddaman. Ya'ni startap boy aytganimdek muammo, yechim va o'shani yig'indisi g'oya hisoblanadi. Xo'p, bu muammo, yechim hamda uni rivojlanishi katta yutuq bo'ladigan narsa nima deydigan bo'lsalaringiz, bu bozori hajmi bo'ladi har doim. Kompaniya qay darajada rivojlanib keta oladi, qancha odamga misol uchun doimiy sotuv qila oladi degan narsani qo'yadi. Uzumga o'xshaylik, Uzum ham startap. U ham единорог bo'ldi, to'g'rimi? Milliardiy kompaniyaga aylandi, O'zbekistonda birinchi единорог. Chunki u potensialda 40 million foydalanuvchisi borligini ko'rsatyapti. Plus minus 40 million. Nimaga? Sababi hattoki yangi tug'ilgan chaqaloqda ham o'sha taglik bo'ladimi, podguzniklar, boshqa narsalar ham sotilyapti-da.
ya'ni doimiy mijozlari bor. O'shalar bilan LTV bog'lashga harakat qilyapti. Har doim o'sha savdo qilib turishi uni. O'sha narsalarni. Xo'p, keyin startapning eng katta plusi bo'y aytganimdek bozor kattaligi. Ikkinchisi doimiy mijozlar sotib olish imkoniyati. LTV bo'y aytganimdek abonent to'lov nimanidir asosiga ko'ra doimiy sizdan sotib olish kerak bo'ladi. Bu eng kuchli faktorlardan biri. Xo'p, bozorda keyin do'li egallash bor. Do'li egallash, bozor hajmi, keyin bozorga to'g'ri kirish. Bu endi nimalarni hisoblaydi deydigan bo'lsangiz, bozorga to'g'ri kiradigan bo'lsa, misol biz mahsulot yaratyapmiz, mahsulotimiz agar bu osh bo'ladigan bo'lsa, o'sha davlatda yoki umumiy qatga asosiy mo'ljallangan bo'lsak, traditsiyalardan kelib chiqqan holda, madaniyatidan kelib chiqqan holda qilinsa ancha zo'r bo'ladi. Misol, siz ovqat sotasiz, o'sha ovqat hammaga kerak, lekin ovqatlar ham har xili bor. Lag'mon bor, shashlik bor, sho'rva bor. Lekin populyarnisi osh bizada. Nimaga? Nima sababdan ko'ra? O'sha mana shunga o'xshagan narsalarni yig'ib, men o'xshatib qo'yaman, jaydarcha tushuntirish uchun. Ma'lumotlarni yig'ib, o'sha madaniyatni olgan holda, ekonomik vaziyatini hisoblagan holda, nimaga sizdan har doim olishini hisoblagan holda, nima muammolari bor, o'shanga qanaqa yechim qilyapsiz, u odamlar возраженияsi, ya'ni o'sha keskinlik qilinishadigan bo'lsa, sizga o'sha mahsulotingiz olmasligi uchun nima sababdan olmasligi mumkin yoki nima sababdan olish kerak degan narsalarga sizda yechim bo'ladigan bo'lsa, siz yutasiz ko'p narsada. Undan keyin o'sha oddiy matematika ishlab ketadi. O'sha RRR bo'ladimi, MRR bo'ladimi, o'sha o'zini nimalari bor, o'lchovlari bor. Attok o'lchov birligi bor. Mijozlarni yo'qotish o'lchov birliklari bor. Shu tartibda ish davom ettiriladi. Shunaqa. Qisqacha endi startap o'zim miyamda bo'ladigan fikrlarim, bilimlarim haqida o'rtoqlashdim. Qiziq bo'ladigan bo'lsa, alohida ko'rib chiqilishi mumkin. Endi startaplar har xil ko'rinishda bo'ladi. Boya aytganimdek, kreditniy liniya bo'lishi mumkin. Kimdir yoqtiradi, kimdir yoqtirmaydi. Boya aytganimdek, madaniyatidan, qadriyatidan kelib chiqqan holda ko'plar. Investorni ham shunaqa tanlash kerak. Qadriyatingizdan kelib chiqqan holda eng muhimi, komandada ham xuddi shunaqa bo'ladi. Qaysidir ma'noda siz moslashasiz, qaysidir ma'noda siz anaqa ambitsiyangiz zo'r bo'ladigan bo'lsa, komandangiz opitni zo'r bo'ladigan, backgroundingiz, ya'ni o'sha tajribangiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, hattoki investor ham sizga moslashadi. Shunaqa etaplari bo'ladi. Bu yaxshilikka, ya'ni qadriyatingiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, albatta moslashadi. Chunki men ham moslashganman, komandam uchun moslashganman. Shunaqa momentlari bor. Rahmat vaqtlaringizga.